O'sha biz bilgan quvnoq va yoqimtoy Winnie Pooh vahshiy qotilga aylandi va odamlarni o'g'lamoqda. Bu yetmaganidek, uning do'stlari ham unga yordam berishyapti. Winnie Pooh haqidagi birinchi multfilm qanday bo'lgan va uning bunchalik yomon tomonga o'zgarishiga aslida nima sabab bo'ldi? Aynan bugungi videoda ushbu savolga javob topasiz. Ekranni katta qilib oling. Bugungi roligimiz boshlandi. Winnie Pooh personaji ilk bor 1966-yilda Winnie Pooh Asalli daraxt nomli qisqa metrajli multfilmda debyut qiladi. Personajga Sterling Holloway ovoz bergan. U Winnie Pooh franshizasining asosiy qahramoni va Disneyning eng mashhur personajlaridan biri hisoblanadi. Multfilmda u Christopher Robinning yaqin do'sti va ovutuvchi o'yinchog'i sifatida ko'rsatilgan. Winnie Pooh asalni yaxshi ko'radi, lekin uni qo'lga kiritish u o'ylaganchalik oson bo'lmaydi. Shunda unga do'sti Quyon o'z asalidan beradi. Asaldan bo'kkunicha yegan Winnie Pooh g'or eshigidan chiqa olmaydi va o'sha yerga tiqilib qoladi. Multfilm oxirida esa Christopher Robin va boshqalar Winnie Poohni eshikdan chiqishiga yordam berishadi. 1968-yilga kelib esa Winnie Pooh haqidagi Winnie Pooh Shamolli kun nomli qisqa metrajli multfilm ishlab chiqariladi. Bu multfilmda ham Winniening do'stlari bilan bo'lgan sarguzashtlari ko'rsatilgan. Tashqari qattiq shamol, shuning uchun cho'chqavoyni shamol uchirib ketmoqda. Winnie Pooh esa o'z do'stini qutqarish bilan birgalikda quyonvoyning sabzilarini bilmagan holda terib beradi. 1974-yilda Winnie Pooh ekranlarga Winnie Pooh va yo'lbars nomli qisqa metrajli multfilmda qaytadi. Unda qahramonimiz yo'lbarsning sakrashi oqibatida quyonning polizlarining yo'q bo'lishini oldini oladi. 1977-yilda esa Winnie Pooh haqidagi ilk to'liq metrajli multfilm chiqariladi. Lekin bu multfilm ba'zi qo'shimcha kadrlardan iborat oldingi 3 ta animatsiyaning jamlanmasi edi. Unda Christopher Robin ulg'ayadi va o'z do'stlarini tashlab maktabga ketadi. 1981 va 2023-yillar orasida Disney Winnie Pooh haqida o'nlab multfilm va multseriallar ishlab chiqaradi. 2022-yilga kelib esa Disney Winnie Pooh personajining avtorlik huquqlarini yo'qotadi va u umumiyga aylanadi. Ya'ni bundan keyin ushbu personaj haqida har kim ham film yoki multfilm suratga olishi mumkin. Jaset Edgy Production esa bu imkoniyatdan birinchilardan bo'lib foydalanib bizga Winnie Pooh qon va asal nomli horror filmni taqdim etdi. Ushbu film voqealari bizga yaxshi tanish bo'lgan Christopher Robinning dialogi bilan boshlanadi. Christopher Robin o'z do'stlari bilan yoshligini maroqli o'tkazadi. Lekin Christopher ulg'aygach o'rmonni tark etadi va shaharga o'qishga boradi. Uning do'stlari esa bunga ko'nika olmaydi, chunki Christopher hech qachon ularni tashlab ketmasligini aytgandi. Christopher Robinning o'rmonda och va yolg'iz qolgan do'stlari eshakni yeyishga majbur bo'lishadi. Shundan so'ng ular quvnoq bolalikni unutishadi va vahshiy qotillarga aylanadi. Ushbu voqeadan 5 yil o'tdi. Christopher Robin ancha ulg'aygach Mary ismli do'sti bilan o'sha o'rmonga qaytishadi. Ular o'sha yerdagi tashlandiq uyda kech kirguncha uxlashga qaror qilishadi. Kech kirganda esa cho'chqavoy paydo bo'ladi va qizni zanjir yordamida bo'g'ishni boshlaydi. Christopher unga bunday qilmasligini, ular do'st ekanligini aytadi, lekin u zanjir yordamida qizni o'ldiradi va Christopherni do'pposlab olib ketishadi. So'ngra film titrlarida ushbu o'rmonga kirgan odamlar yo'qolib qolayotganligi va jasadlarigina topilayotganligi yoziladi. Shundan so'ng film voqealari Maria ismli qiz tomon buriladi. U o'z hayotidan norozi edi. Ishdan ensasi qotgan Mariyaga psixolog biron joyga borib dam olishni maslahat beradi. Maria psixologning maslahatlariga kirgan holda o'z do'stlari bilan uzoq o'rmondagi uyga dam olishga borishadi. Uyda xotirjam dam olayotgan qizlarga esa Winnie Pooh va cho'chqavoy hujum qiladi va birin-ketin ularni o'ldirishni boshlaydi. Qizlardan tirik qolganlari Winnie Poohni o'ldirishga harakat qilishadi, lekin barchasi befoyda edi. Oxir-oqibat ular Winnie Poohning uyida qo'llari bog'langan Christopher Robinni uchratishadi. Ular birgalikda o'rmon ichiga qochayotgan paytda Winnie Pooh ularning ortidan izlab keladi. Shunda yo'l chetida turgan notanish odamlar ularga yordam berish uchun Winnie Poohga tashlanishadi, lekin Winnie Pooh ularni va qizlarni barchasini o'ldiradi. Lekin Christopher Robinning qochishiga qo'yib beradi va film tugaydi. Ushbu film omadli chiqqanidan so'ng studio uning ikkinchi qismini ham taqdim etdi. Lekin ikkinchi filmda Winnie Poohning ko'rinishi o'zgargan va anchagina vahshiylashgan va bu hozirda Winnie Pooh haqidagi so'nggi film bo'lib turibdi. Sizga Winnie Poohning qaysi varianti yoqadi? Albatta javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.